Ramazonga uylar, cheklar, pat bizneslar skidkada, aksiyada azizlarim. O'zimni mehribonlarim, 5 sotikka akamiz mana dokumentlari. Klinikaga katlamonlar kavlatib qo'ygan ekan. Yo'lni bo'yida azizlarim. Juda ham yaxshi joyda. Xohlasanglar bog'cha qilinglar, xohlasanglar sex, xohlasanglar bir zavod. Mana klinikaning dokumentlari. Parkovkalariga ham 1 sotik joy ajratib qo'ygan. Ko'ryapsizlar, pat biznes. Xohlasanglar mashina bersanglar bo'laveradi. Xohlasanglar tutgan tayyor kirib yashaydigan dom beringlar. Qolganini pul beringlar. Xo'p, narxlarni ko'p kutilmasdan aytib o'raman. 180 ming dollar deyapti akamiz. Yana kami bor azizlarim. Azizlarim, 180 ming dollar. Variantlari ham bor. Yana qaytarib aytyapmiz. Mashina, cheklar. Nima kerak yana azizlar? Bu pat biznesda telefonlari yo'q. Telefonlarni aytishdan oldin mana kanalizatsiya. Ko'chaniki ham, ichkarniki ham azizlar, gazdan umuman bo'lmaydi, suvdan bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, yo'lni bo'yi. Xo'p, telefon nomerlarini yozinglar. 0553 bilan 23 33 99. Azizlar, bu pat biznesda adreslariga keladigan bo'lsak, Qirg'iziston O'sh shahri. Shu yangi asfaltimiz, 10 adirda asfalti ko'rib turganlardi. Mana Yo'lpiramda Demokratning ko'chasi. Azizlar, qaranglar. Ona Asqar Shakirov 18-magazin deb qolamiz. Svetofor, pelekroskalar. Asher bilan sekin chiqib kelaverasizlar, azizlarim. Chiqib 10 tomonga qarab ketaverasizlar. Ona Zangori robotimiz, ya'ni ko'k robotimiz. Yonboshida zamin masla turibdi, azizlarim. 180 ming dollar. Bunaqa narx bo'lmagan azizlar, pat biznesga, yo'lni bo'yiga.